Har yili dam olishga borganimda onamga gilam paypoq olib kelaman. Kavkaz tomonlarida ko'p bo'ladi. Juba deyishadi, jurabi deyishadi. Oyim xuddi noyob narsaga ega bo'lgandek uzundan uzoq duo qiladi. Shundoq mehribon o'g'li borligini aytib, qo'shnilariga maqtanadi. Uning oyog'i kasal, salqin tushishi bilan shishib ketadi, og'riydi. Lekin onamning oyoq og'rig'i faqat keksalikdan emas. Buni boshqalar bilmasa ham men bilaman, yaxshi bilaman. Shuning ertasiga oyim yotib qoldi. Uzoq yotdi. Dadam bir joydan qarg'a otib keldi. Hoji buvi qo'ldan kelgancha dori-darmon qildi. Keyin oyim tuzaldi. Biroq salqin tushishi bilan oyoqlari shishib, azob beradigan bo'lib qoldi. Har yili dam olishga borganimda onamga gilam paypoq olib kelardim. U xuddi noyob narsaga ega bo'lgandek uzoq duo qiladi. Birpasda hamma qo'shnilarga ko'z-ko'z qilib, shundoq mehribon o'g'li borligini aytib maqtanadi. Assalomu alaykum, Poshsha xola. Alaykum assalom. Yaxshi yuribsizmi? Qo'shnijonim. Buncha ko'rinmay ketdingiz. Ha, endi qo'shnijon. Kuz, sovuq payti oyog'im og'rib turishini yaxshi bilasiz-ku, aylanib ketay sizdan. Sizdan xabar olaman deb chiqqandim. Voy jonim, tasadduq bo'lay sizga. Siz mendan xabar olsangiz. Qani qo'shnijon, yuring, uyga kiring. Mayli, yuring, bir piyola narsa ko'rsataman, qo'shnijon. rahmat, yuring. Poshsha xola, biroz oyog'ingiz og'rib qoldi deb eshitdim. Qo'shnilar boyaginda aytishgandi, ko'rgani chiqdim. Ha, qo'shnijonim. Havoga bulut chiqdi degancha shu tizzam bilan oyog'im o'lgur, har kuni og'rigan. Qandoq qilaman endi? Xudo bergan dard-da qo'shnijon. Ha, mayli qo'shnijon, tuzalib keting ilohim. Aytganingiz kelsin ilohim. Yana yangilik ham eshitdim, o'g'lingiz keldi deb eshitdim. Ha, qo'shnijonim. Bitta yagonam kelib mendan xabar olib ketdi. O'sha uzoq Kavkazda yashayotganiga qaramay, havoga bulut chiqdi-yu, onamning oyog'i og'rir deb qarang, bolam menga nima olib keldi qo'shnijon, ko'rsataymi sizga? Tezroq ko'rsata qoling. Hozirda qo'shni, hozir. Mana bu gilam payponi qarang qo'shnijon. Mana bu gilam payponi qarang. Onamning oyog'i og'rimasin shu eskina gilam payponi bolam menga olib kelibdi, qarang. Bu paypoqdan bolamning kidlari keltiradi ya qo'shnijon, bir ko'ring siz ham mana qarang. Buncha chiroyli. Juda ham yaxshi o'g'lingiz borda, qarang, bir ham issiq, bir ham yumshoq endi-chi, buni kiyib oling, mazza qilib. Albatta qo'shnijon, kiymay nima qilaman? Qarang, kiyishga ham ko'zim qiymaydi-da qo'shnijon. Nega deysizmi? Nega? Bundan bolamni